Assalomu alaykum O'zbekiston. Men alhamdulillah g'alaba qozondim. O'zbekiston. Sizlarni yaxshi ko'raman. Avvalambor prezidentimiz kattakon rahmat. Bizga shuncha sharoit yaratib beribdilar. Biz yoshlarni qo'llab-quvvatlayaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Otabek Umarov akamizga kattakon rahmat. Ichki ishlar vazirligi, ichki ishlar xodimlariga kattakon rahmat. Sababi bizlar yoshlarga shuncha sharoit yaratib beribdilar. O'zbekistondan men bitta urishdim, 35 tami 40 ta davlatnichi. O'zbekistondan men Yevropaga urishdim. Mana shu Hype ligani turnirida. Alhamdulillah, xalqim, muxlislarim, ota-onamga, uydagilarimga, akalarimga, shu radnoylarim, hamma ustozlarimga, radnoylarimga, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Nima demoqchi bo'lganim? Hozir hayajondaman, sababi ko'rdinglar jangni. O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'raman. Kulachkadan bo'lib ko'rganmisiz? Juda jo'shqin sport bu. Sababi meni maqsadim bitta O'zbekistonga kamar olib O'zbekistonga kamarda olib borish. Birinchi o'zbek bo'lish, sababi topinni o'ringa turibman. Sababi hozir shu bitta ikkita boydan keyin menga kamarga boy berishadi kulachkadan. O'zbekistonga kulachkani kamarini hech kim olib kelgani yo'q. Shu uzun harakat qilolmoq O'zbekistonimga birinchi o'zbek bo'lib, birinchi kulachni kamarda olib kelishimga. Hammalaringizga rahmat O'zbekiston. Menga pattishga qilgan akalarim, radnoylarim, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zbekistonning udallari bu, O'zbekistonni